Assalamu alaikum Agronokus YouTube kanalının a'zalari. Bugun men sizlarga жаңа video түсірежақпан. 27 aprel kechki soat 6dan 10 minut o'tdi. Mine жаңа sortlarni kecha Toshkentdan Kamaladin degan yigitdan aldırıp edim. Mana yerda ko'rganingizdek Krasava degan sort deydi. Krasava. Bundan keyin mana yoqda Dnepropetrovskiy suvenir. Mana yerda Zeus. Bundan keyin Alvika. Endi işte yana bir iki türlü sort var. Avatar men yana bir sort var. Endi ular keyindan salınıp. Mana ko'rganingizdek mine hozir 41 me bir hozir bir burtukdan qiyib chiqdim. Mana yerni ko'rsataman mine. Nomine жасыл. Şimdi qara deb aytiladi. Ne demine bir tugun qaldıramiz. Yuqorini 2 cm, 3 cm de qaldırsak bo'ladi. Ne уже bir tugumni qo'yanib oldim, ishi жасыл bo'lib turibdi mine. Bunday qilib qirqamiz. Mana kanselyarniy pichoq mine. Bunday qiybalamni ko'rib olsangiz, mine жасыл bo'lib turibdi, yaxshi saqlangan. Bu xolodilnikda saqlangan. Shunday qilib, mana ikki jag'ina endi ko'rganingizdek mana jag'i burtuk, mine burtuk jaqda bu yerda mine amel oladi budan. Mana jag'i mine. Mana o'rta ikki jag'i ikki tarafdan kesiladi mine. Mana hozir sapqanni ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Mana yerda bu 4 yıllık tayfa yüzüm 20 gündüy bo'lib edi. Mana yerda mine sabıldı. Bu jarma sabık deb aytiladi. Mine yaqindan ko'rsatdi. Burtuk chiqarib atibdi. Bilmayman, biroq endi jarma sabık sal asilla uravjanib atibdi. Xudo xolasa uravjam ketadi mine. Endi mana yerda men birinchi burtuk, ikkinchi burtuk, uchinchi burtukni yerdan qiyib oldim hozir men. Uchinchi burtukdan o'zida mine uchinchi burtukni qiyib oldim mine. Mana yerdan qiydim. Endi mana o'rnatamiz. Burtugim mana yoqda, jaqlab yana jaqlat. Burtugim mana yoqda. Burtugim mana yoqda. Mana bir mana yoqqa qarab o'rnatamiz. So'ng shuni bulay qarab hozir kesamiz hozir. Bunday yapıp kesip aldık. Şimdi ko'rganingizdek mana diametri tab o'zimdek bo'lib chiqdi. Acaba Najag'da o'zimda bo'lib chiqdi mine. Endi hozir buni o'rab beramiz. Iloj bo'lsa buni ters qarab o'rab kerak-da. Ters qarab o'rasa yaxshi bo'ladi. Bu ikkovini birikkan yerdan havo o'tib kerak. Havo o'tmasa, xudo xolasa bir hafta 10 kundan effekt beradi. Xudo xolasa. Bu skochni kechagida olib edim. Negizgi o'zim paket bilan o'raydim edim men. Bu skoch bilan kecha bugun o'rab qo'ydim. Mine hozir bo'ldi mine. Endi ustidan bir kichkintoy o'raj beramiz.
Üstünden kışantaya vuraj veriyoruz. Şöyle. İşte üstünden ızgarlık saklağı gerek. Izgarlık için bu ne güzel. Oldu. Kuzak zemine şunday kılıp bärini sabıp çıkamız bilmey bir. Daha bir 10 gün 15 günden keyin bir özgörüş bolgan. Düşürüp kaytan gruppaga taslayman. Dikkatlaryňyz üçin rahmet. Sag bolun.